Salom do'stlar. Bugun hammamiz ishlatadigan hayotimizning ajralmas qismi bo'lgan pul haqida gaplashamiz. Pul qayerda ishlab chiqariladi? Nega davlat istagancha pul chiqara olmaydi va nega davlat o'z qarzlarini oddiygina pul bosib yopib qo'ya olmaydi? Keling, buni oddiy va tushunarli qilib tushuntiraman. Ko'chada qog'oz, siyoh va printer bor odam ham pul bosib chiqara oladimi? Yo'q albatta. Pullar maxsus davlat muassasalarida bosiladi. Ko'pgina davlatlarda bu ishni Markaziy bank yoki Moliya vazirligiga qarashli maxsus fabrikalar amalga oshiradi. Masalan, AQShda pullar Bureau of Engraving and Printing tomonidan, Yevropada esa Yevropa Markaziy banki va unga qarashli fabrikalar tomonidan chiqariladi. O'zbekistonning milliy valyutasi so'm esa Toshkentdagi maxsus zavodlarda ishlab chiqariladi. Nega davlatlar xohlagancha pul bosib chiqara olmaydi? Xo'sh, agar davlat istagancha pul chiqarib, odamlarni boy qilib yuborish mumkin bo'lsa, nega buni qilmaydi? Javob oddiy: inflyatsiya. Ko'p pul chiqarilsa, bozorda mahsulot va xizmatlar narxi osmonlab ketadi. Misol uchun, tasavvur qiling, hammada millionlab so'm bor, lekin bozorda mahsulot yetarli emas. Natijada oddiy non yoki kartoshka ham juda qimmat bo'lib ketadi. Pul qadrsizlanadi va iqtisodiy inqiroz yuzaga keladi. Bunga tarixda ko'plab misollar bor. Masalan, 1920-yillarda Germaniyada shunchalik ko'p pul bosilganki, odamlar non sotib olish uchun pullarni aravada tashib yurishgan. Yoki Venesuelada inflyatsiya shunchalik kuchayib ketdiki, odamlar millionlab pul bilan oddiy mahsulot sotib olishgan. Nega davlatlar pul bosib qarzni to'lab yubormaydi? Davlatlarning katta qarzlari borligini ko'p eshitamiz. Xo'sh, nega shunchaki ko'proq pul bosib qarzlarni to'lab yuborishmaydi? Chunki bu ham inflyatsiyaga olib keladi va iqtisodiyotga zarar yetkazadi. Davlatning qarzlari odatda boshqa davlatlar yoki xalqaro moliyaviy institutlar oldidagi majburiyatlardir. Agar davlat ko'proq pul bosib qarz to'lamoqchi bo'lsa, uning milliy valyutasi qadrsizlanadi va ishonchsiz bo'lib qoladi. Bu esa yanada ko'proq iqtisodiy muammolarga olib keladi. Aslida davlatlar qarzni to'lash uchun pul bosmaydi, balki soliqlarni oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish yoki boshqa moliyaviy strategiyalarni qo'llaydi. Xo'sh, bugun nimalarni bilib oldik? Pul maxsus joylarda ishlab chiqariladi, lekin uni ortiqcha bosish iqtisodiy falokatga olib keladi. Davlatlar shunchaki pul chiqarib, qarzlarni yopishlari mumkin emas. Aks holda inflyatsiya va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shunday ekan, agar kimdir davlat ko'proq pul chiqarsa, hammamiz boy bo'lamiz desa, siz ularga haqiqatni tushuntira olasiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Yana qanday qiziqarli mavzularda video qilishimizni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring.